Qissani boshlaymiz, birodarlar. Qissani avvalidan boshlaymiz. Hali Odam alayhisalom yaralmasdan turib bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Xalaqas samawati val arda va ma baynahuma fi sittati ayyam, thumma istawa ala al-arsh, ya'lamu ma yalijul fil ardi va ma yakhruju fiha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvning ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad Musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suv ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suv ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somat roziyallohu anhu dan Rasululloh aytadi: "Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam" dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi, bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Vajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqinglarni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'qni. Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demak, arsh, qalam va hayvonlar, mahluqotlar. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizning dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olamiz qalamni, birodarlar. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demak, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq, mahluqotlarning yaralish haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi.